inson hayotida turli voqealar ro'y berishi mumkin. Bu voqealarning sababini qidirganimizda albatta palonchi aybdor yoki shu odam bo'lmaganda bu kunlar boshimizga tushmasdi deguvchilar ham topilib qoladi. Darhaqiqat ba'zan o'zimiz, ba'zan atrofdagilar ta'sirida boshi berk ko'chaga kirib qolishimiz ham mumkin. Kunlarning birida huzurimizga bir ayol ko'z yoshi bilan kirib keldi. Uni qanday yupatishni bilmadik. Dardini eshitdik, ko'ngliga taskin berdik. Ammo uning qalbidagi yarasiga malham bo'lish juda mushkul edi. Keling azizlar, voqeani bir boshdan hikoya qilib beraylik. Shunda aytmoqchi bo'lgan fikrimizni o'zingiz o'qib olarsiz degan umiddamiz. Marhamat, voqeani tomosha qiling. Bo'ldi-da endi. Hadeb yig'layveradimi? Odamni ezvordik-ku axir. Ular bolaga qarashmaydi. Buni ham o'ldirib qo'yishadi. O'zini bolasi bo'lgandan keyin bilganini qiladi-da. Aynamcha beramiz. Nima qildiysan, ha? Nima qildiysan? Nahotki yolg'izgina qizimizdan qolgan yodgorimizni taqdirsiz qiziqtirmasa. Axir sendan kam kuyayotganim yo'q. İçim yonib ado bo'ldi. Hech bir ota bolam demasin ekan. Axir mana bu yerlarim yonib ketyapti. Keyindi xotin. Hadeb kuyurmagin. Undan ko'ra o'zingni qo'lga ol. Ertaga sudda hammasi hal bo'ladi. Idoraya o'chkurani xoni qo'shdilar. Quday o'ziga tomonga og'dirib olganmi nima balo? Bittasi guvohlik beraman demaydi-ya. Yana nima dedi-ding? Hay keliniz yoshgina joni uvol bo'ldi-ya. Sizgina deydi menga pisanda qilib. Ketdi idoraya olsin salani. Oyisham, bu yoqdagilar bilan hammasini gaplashib qo'yganman. Gaplashgan odam tuzukina odam ish qilib Yo'l yo'rig'ini o'rgatishyapti. Ajab qilsan, xo'p qilsan. Voy bir kuysin. Sud zalidan qon yig'lab chiqib ketmasa ko'nglim joyiga tushmaydi. Sekin. Ano mahallamizdagi Nigora bor-ku. O'shani guvohlik berishga gaplashdim. Bitta bo'lsa ham guvoh bo'lgani yaxshi deb. u nima haqida guvohlik beradi? Yangi kelinlik paytida keliniz kasalmanmasmi deb so'rovdi. Shu gapini ayttiraman. Yangi kelinlik payti emas shekilli. O'limidan bir hafta ilgarimidi? Yo'q bilan ishingiz bo'lmasin. Shunaqa dediraman-de. Bolani otasi ekanligimni hech kim inkor eta olmaydi, to'g'rimi? Menga guvohlar nima keragi bor aka? Vasila. Oy to'g'ri aytibdi. Mahal-kuy orasida haligi Dilnozani o'ldirib yuborishdi degan gap tarqalgan. Agar mana shu gap sudga yetib olsa bo'lar. Hey, o'zidan chiqib shabon uchasini. Xudoyim o'z asrasin. Aslida shu bola o'shalarning qo'lida qolgani ma'qulmidi? Uyga olib kelsak, bolaga kim qaraydi? Ha? Sen ko'chadan beri kelmasang, qizing o'qiyotgan bo'lsa, anamarni bola tarbiyalashga huquqi yo'q. Men qarang. U yoq bilan sizni ishingiz bo'lmasin. Bog'chaga beramiz. Dumalab sumalab katta bo'lib ketaveradi. Oyi, bolani uyga olib kelish shart emas. Qonunlashtirib qo'ysak bo'ldi-da. Bola bizlarniki. Nabirani sog'inib ko'rgani bo'lsam, Xudo olib qochib ketadi. Bolamni qarang rangini. Bolasini sog'inib bir ahvolda bo'lib qoldi. Nima qilamiz peshona ekan? Kelinim rahmatli juda ham yaxshi edi.
Peshonamizga sig'madi. Kelinimni yoshlikdan yuragi kasal ekan. Rosa davolatdik, lekin foyda bermadi. Keliningiz olamdan o'tgach, mayit qaysi xonadondan chiqarildi? Qudalarimiz qizimizni o'zimiz chiqaramiz deyishdi. Shu bahonada bolani bizlardan uzoqlashtirishdi. Biz ko'rgan bolamiz bo'ladi. Borsak, hattoki olib qochib ketishadi. Mayli endi, farzandi o'ldi. Ozgina so'rgandan keyin olib kelamiz aytsak, mana 1 yil o'tdi. Haliyam bolani bermoqchi emas. Nuqul olib qochib yurishadi. Guvohlarim ham bor. Guvohlar kirsin. Siz Dilnozam o'limidan keyin Avazovlar oilasi bolani ko'rishga, o'zlariga olishga harakat qilganlarini bilarmidingiz? Kelinni o'zi kasalman degan. Men bola haqida so'rayapman. Bolani Avazovlarga bermaganinglar rostmi? Ha? Haligi Sarvxon opa qudalarnikiga bolani ko'rish uchun borgan ekan. Qudalarni o'zlari bolani ko'rsatishmabdi. Ana gapiring. Yolg'on guvohlik bersangiz, javobgarlikka tortilasiz. Tushundingizmi? Men hech narsa bilmayman. Sizga ruxsat. Anora qoldi. Nima uchun nabirangizni o'z otasiga bermayapsiz? Qani endi? O'z ota-onasi bag'rida o'ssa. Qani edi? Gapirsam gap ko'p. Qaysi birini aytay? Bir chetdan hammasini gapiraylik. Sarvxonga uzatgan qizim kichkina qizim edi. Undan kattasini keyin uzatdim. Nega? Qudalarimiz mana shu kichkina qizingiz bizga yoqib qoldi. Mana shuni kelin qilamiz deb turib olishdi. Dilnoza o'sha yili o'qishga kirish uchun imtihon topshirgan edi. O'zimiz o'qitamiz deyishdi. Agar o'qishga kirgan bo'lsa. Har ikkala tomonning roziligi bilan to'y bo'lib o'tdi. To'ydan keyin bildik. Dilnoza o'qishga kirgan ekan. O'qish boshlandi. Ammo ular yuborishmadi. Bir kun Savrxonni ko'chada ko'rib qoldim. Savrxon Dilnoza o'qishga kiribdi. Qizimni institutda o'qish orzusi edi. Jon qudajon, qizimni orzulari armonga aylanib qolmasin. O'qishga yuboring. Uy yumushlarini ham, o'qishni ham hammasini uddalaydi. Voy, xo'p, o'qishga boradi. Endi qizim o'qishga kirdi deb boshimizda yong'oq chaqarkansizda, xudo. O'qishga boradi. Agar o'zi eplab ketsa, agar o'zi o'qish eplolmasa, ayb bizda emas, xudo. Jahlingiz chiqmasin, Savrxon. Axir boshida va'da shunday bo'lgandi-ku. Qanaqa va'da? Nimaga shama qilyapsiz?
Qolaversa, va'dani men bergan emasman. Va'da berganlar oldiga bor. Hay, Savrixon, nojo'ya gapirgan bo'lsam uzr, xafa bo'lmang-a. Hay, o'lmasa. Shu gapni bekor aytgan ekanman. Shundan keyin ikkala oilaning o'rtasiga dars tushganday bo'ldi. Dilnoza bir oygacha o'qishga qatnadi. Oyjon! 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 Assalomu alaykum oyjon. O'zim o'rgay. Yaxshi yuribsanmi? Qudalaring yaxshimi? Kim? Yaxshi. Hammasi yaxshi oyjon. Ha, bir o'zing keldingmi? Ha. O'zim o'qishga bormadingmi? Oyjon, ha? O'qishimni qo'yavering. O'qirman. Siz aralashmaganingiz yaxshi. Gapirib yurmang. Biror gap bo'ldimi? Tinchlikmi? Hech gap bo'lmadi, onajon. Hech gap bo'lmadi. O'zing yaxshimisan, ishqilib? Yaxshi, onajon. Voy, Dilnoz! Xush ko'rdik. Yaxshimisan, Dilnoz? Rahmat, qalaysan? Yaxshimisan? Ochilib ketibsanmi? Voy, sen Dilnozaga choy qo'ygin. Men dasturxonga qarayman. Hozir. Ozib ketibsanmi? Qiynalyapsanmi? Kelin bo'lish qiyin ekan, opajon. Xafa qilishdimi? Ulardan qo'rqib oyimga aytmang. Qaynotam o'qiganlar buzuq bo'ladi. Agar o'qisang bor yo'q oldim haydadilar. Endi nima bo'ladi? Oyim, dadam ket deyishsa-chi? Dilnoz, axir men borman. Kelishdikmi? Ikki-uch oylab uyga kelmaydigan bo'ldi. O'zimiz borsak uncha yoqtirishmasdi. Qizimni sog'indim. Tug'ilgan kunida o'g'lim Komiljon bilan birga bordik. Kim? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xudoga shukr. Assalomu alaykum, xudo Va xola. alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Xudoga shukr. Haligi keluvdik quda. Dilnoza. Hozir oyjon. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshi keldingizmi? Rahmat olim. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Dilnoza, tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin tug'ilgan kuning. Choy qo'ying, choy. Hozir. Oyi, Dilnozni qorni hech to'ymas ekan. Nargiz opa. Qachongacha yashirasan? Axir bu ahvolda och yurish yaxshi emas-ku. Nega? Ovqat berishmaydi. Berishadi. To'yda qarz bo'lib qolishibdi. Shunga ozgina ovqat qilamiz. Pulni yig'ib qarzlarga to'lashar ekan. Qarz yomon narsa qilsam. Mayli qilsam. Chidasang hech narsa qilmaydi. Yaxshisi yeydigan narsalaringni uydan olib kel. Nargiza ham olib borib turadi. Oyijon, uyga ovqat olib kirmang. Berkitib ovqat yemang. O'g'ri tomoq kelinni yomon ko'raman. Yesangiz hammani oldida yeng deydilar. Keyin Matlubaxo har kuni uyni titkilab chiqadilar. Keyin nayim bizdan berkitib nima yerkan deb.
turmushning mushti bo'ladi. Lekin qiz bola hammasiga chidash kerak. Sabrli bo'l. Hammasi o'tib ketadi qizim. Kechqurun Anvarjon kelib Dilnazarni olib ketdi. Shundan keyin qizimning taqdiri endi nima bo'larkin deb tashvishga tushdim. Ammo hech narsa qila olmasdim. Qo'limdan hech narsa kelmasdi. Turmushda hamma narsa bo'ladi. Suv loyqalanib, keyin yana tinadi dedim. Keyinchalik yaxshi bo'lib ketar deb o'yladim. Qudalarimiz qarzlardan qutulishsa, hammasi o'z iziga tushib ketadi deb o'yladim. Qizimizning oilasi tinch bo'lsin deb ularnikiga qadam bosmadik. Dilnozadan xavotirim oshib bordi. Bir kun Anvarjon kelib Dilnozani tug'ruqxonaga ketganini aytdi. Shifoxonaga qatnay boshladim. Qizim o'g'il ko'rdi. Bilishimcha shifoxonaga hech qaysilari bormagan. Qudalarim eshitib xursand bo'lishar deb ularni uyiga yugurdim. Sabrixon, yaxshimisiz? Navara muborak bo'lsin, navara. Voy, o'zim o'rgilay. Mana suyunchisi. Ovora bo'lib baqiladi. Iloyo umr bilan bergan bo'lsin. O'zim o'rgilay. Ovorasi bor ekanmi, Sabrixon? Xudo. Endi o'zingiz borib turarsiz, a? Men chiqishga yaqin boraman. O'sha kuni qovurdoq olib kelaman. Bir yo'la beshik ham olib kelaman. Yo'q. Beshik ovora bo'lmay, beshikda ko'p. Beshikda o'zimizda ham bor. Mayli. Mana bu suyunchisi. Men bora qolay, Xudo. Yosh kunida ko'rishaylik. Borarsizlar. Uyimizga to'balon qilib kelgan esdan chiqqan shekilli bezrayib kirib kelganini qaranglar. Onasi ham qiziga o'xshagan bezdekkina. Qiziga ham u bu gapiradigan bo'lsa, basharangga qarab bezrayib turadi. Didoring o'zsin senlar. Kelgan narsa ham ko'rsatsin. Oyjon, bu yerda turishingiz foydasi yo'q. Uyga ketavering. Anvar akam o'zlari kelib qolar. Bugun tug'ruqxonadan chiqishini bilishardi-ku. Nahotki nabiralik bo'ldik deb quvonishmasa. Dilnoza. Hey Dilnoza, tayyorlan qizim. O'zim olib ketaman. Ana bu hamshirasi kecha ishxonamga qo'ng'iroq qilib, nimaga olib ketmayapsizlar deydi. 1-2 kun sabr qil. Keyin mulla menga eshakdek o'zing yo'rig'ingga yo'rg'alatib berasan. Dilnoza ham yig'lab ishxonamga telefon qildi. Ajab bo'pti, xo'p bo'pti. Onasini aytganini qilgandan keyin shunaqa bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xudo. Mana nabiranglarni qabul qilib olinglar. Muborak bo'lsin. Nega qizimni o'qishga yuboringlar dedim. Nega? Bechora bola. Taqdiri nima bo'larkin? Voy mo'g'li. Dilnoza, senga nima bo'ldi? Oy.
nima bo'ldi? Tinchlik oling akajon. Nima bo'ldi? Qayerga og'riyapti? Kim bilan kelding? Dadam olib keldilar. Qayerga og'riyapti? Gapir. Nima bo'ldi? Tobim yo'q oyijon. Voy bolam, men 3 marta hushimdan ketib qoldim oyijon. Ro'zg'or ishlariga ham yaramayapman. Qo'y yo'lama, xafa bo'lma. Doktorga olib boraman. 2-3 kunda tuzalib ketasan. Dardini bergan shifosini beraman. Qizim shifoxonada yotdi. Yuragi kasal bo'ldi. Davolandi. Doktorlar o'yiga javob berishayotganda uni nihoyat ehtiyot qilishimizni aytishdi. Shifoxonaga qudalarimiz tomonidan hech kim borishmagan ekan. Bir kun Anvarjon uyga kirib keldi. Dorilaring ichib olgan qizim. Qachongacha buni izda olib o'tirasiz? Doktorda yotgan bo'lsa tuzalgandir. Turib, yurib ketamiz. Anvarjon, o'zingizni bosing, yaxshimisiz? Yana 2-3 kun yotsin, davolansin. Hali quvvatga kirgan yoki o'zim olib borib qo'yaman. Bo'lmasa-chi, qizingizni siz olib o'tiravering. Men uylanaman. Anvarjon, bu nima deganingiz? Uyat bo'ladi-ya. Pahlavondek o'g'lingiz bora bolam. Menga manaqa kasalman xotinam, mana bola ham kerak emas. Uylansam, bunaqa o'g'ilni o'ntasini ko'raman. Qo'y. Xafa bo'lma qizim. Erkaklar o'zi hammasi shunaqa bo'ladi. Mana dadang ham xuddi shunaqa. Bir pasda jahllari chiqadi, bir pasda keyin yana yaxshi bo'lib qoladilar. Xafa bo'lma. Oyijon, kelmasa ham mayli. Oyijon, meni ularni qo'liga topshirmay. O'lib qolaman. Qudalarim kelib Dilnozani olib ketishdi. Qizim bechora ketayotganda ko'zlarini cho'mdirib olib qolay deb zo'rladi. Yubormay deb zo'rladi. Oila shunaqa bo'ladi. Hammasiga chidashing kerak. Chidab bolam deb qudalarim deb qo'shib jo'natib yubordim. Hech qancha vaqt o'tmay Dilnoza yana shifoxonaga tushibdi deb xabar keldi. Jonimni hovuchlab shifoxonaga yugurdim. Qizim sho'rlik jonlantirish bo'limidek. Bariga topishsin. Doktorlar kecha-yu kunduz tik turishdi. Qizim asta-sekin o'ziga kela boshladi. Ammo ahvoli judayam og'ir. Dori-darmonlarni olib bo'lgach, oz fursatga uyga javob berishdi. Bolam bechora. Oyijon, men o'lsam kerak. Og'zingdan shamol uchirsin. Gapirma. O'zim sezyapman. Kundan kunga ahvolim og'irlashib borayotganga o'xshaydi. Agar men o'lsam, bolamni ularga topshirmang. O'zingiz tarbiyalang, oyijon.
jon bolam, o'g'ling o'zingga buyursin. O'g'lingni rohatini ham, azobini ham o'zing ko'rgin. Yaxshimisizlar? Rahmat. Xudo yaxshisi. Ha, keling boshi. Xonzodalarda cho'zilib yotmaganingizda qarang. Turing, uyga ketamiz. Kira qoling. Hali salmasiz yo'qda o'ziga kelsin. Keyin. Nima keyin? Keyin beyni bilmayman. Hozir oldimizga tushadi ketadi. Bektosh aka, o'tiring birpas. O'tiring. Har bir ota-onaga farzand aziz. Lekin sizlar qizlaringni yalqoqlar o'stirgansanlar. Sabr qilinglar, Xudo. Keyin, qani ketasanmi yo'qmi? Ketadi. Turib qoling. Biz ham yosh bo'lganmiz. Jon qo'yadi. Mazasi yo'q. Oyoqqa tursin, o'zim olib borib qo'yaman. Baraka topinglar. Keling, qani tur, bolangni oldimga tush. Endi menga qaranglar. Qizinglarni o'ligi ham, tirigi ham bizniki. Chiqqan qiz chig'iriqdan tashqari deyishadi. Qani tur, oldimga tush. Bechora qizim. Ko'zini mendan uzolmadi. Xuddi oxirgi marta ko'rayotgandek. Bir hafta o'tgandan keyin vafot etganini eshitdim. Yubormasligim kerak edi. O'zimni kechirolmayapman. Oxirgi manzilga o'zimiz kuzatdik. Qudalarimiz birorta ma'rakalarda qatnashmadi. O'shandan buyon bola berdi. Onasi bo'lmagandan keyin bolasini nima qilamiz? Olib ketavering. Haliyam bolani sizlarga berish niyatim yo'q-da. Shu gaplaringiz bilan o'zingizni kimligingizni yaxshi isbotladingiz. Bolani o'zim tarbiyalayman. Guvohlar bitta kirsin. Kelin sho'rlik shu xonadonga kelibdiki, ro'shnolik ko'rmadi. Bunday urush janjalli oilani ko'rmagan ekan. Shuning uchun yuragi yomon bo'lib qoldi. Men shifokorman. Ko'zini ochmayapti. Ilyos, ko'zingni och. Salom aka, qarang ko'zini ochmayapti. Sabr qil. Shifoxonaga olib borish kerak. Dori-darmon bersa sog'ayib ketadi. Tezroq doktorga olib borish kerak. Dilnoza davolanmadi. Keyin oxiri bo'lmagach ota-onasinikiga olib borib qo'yishdi. Men Tursunboyni qo'shnisiman. Bir kuni Bektosh Dilnozani mashinasida olib keldi. Men ko'chada turgan edim. Bektoshboy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar yaxshimisiz? Yaxshimisan? Sonlaring yaxshimi? Rahmat. Ha, o'zing ham Xudayniga kirmaysanmi? Qizlarni o'z qo'llariga topshirmaysanmi? Lekin opkatadan kuningni aytib ketsang, chiroyliroq bo'ladi, uka. Qaniydi Sulton aka? O'tdik, kuydik. Nega? Bir kasal markazda kelan qilgan ekanman-da. Yo'q. Axir soppa sog'ir. Bilmadim Sulton aka, bilmadim.
bizni uyga borgandan beri boshqasidan chiqmaydi. Mayli Sulton aka. Kelinni xizmati kerak-u, kasali kerak emas bularga. Ko'z oldimda katta bo'lgan odobli yaxshi qiz edi. Essiz. Men bu oilani janjaliga juda ham ko'p marta aralashganman. Dilnozaxon yangi kelin bo'lib chiqadilar. Barakalla, oy qizim, barakalla. Baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum amaki. Va alaykum assalom. Qanday bu? Yangi oilalarga ko'nikib oldingizmi? Ha? Ha, yasha. O'qishlar nima bo'lyapti? Boryapsizmi? Hozircha Nima qilay, Bektoshga aytaymi? O'qiysizmi? yo'q. Iltimos hech narsa demang amaki. Nega? O'qimayman. Bu sho'rli kelin yuragini oldirib qo'ygan. Har safar janjalga aralashganda ham bu janjalga asosan Bektoshni o'zini oilasi aybdorligini bilganman. Bir necha bor gapirdim. Foydasi bo'lmadi. Sud hayoti tanaffus e'lon qildi. Bolamni hech kimga bermayman. Bu meni bolam. Bo'ldi, tinchlan. Sud qarori. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 73-moddasiga asosan bola tarbiyasida ota-ona boshqa shaxslardan ustun huquqqa ega. Onasi olamdan o'tganligi sababli bola o'z otasi Anvar Avazovda qoldiramiz. Yo'q. Bolamni bermayman. Foydasi yo'q axir. Qonun haq. Biz qonunni aylanib o'tolmaymiz-ku. Sud ko'rib chiqish uchun qayta murojaat qilaylik desam ko'nmayapsiz. Axir foydasi yo'q deyapman-ku. Qayta ko'rib chiqish uchun sudga murojaat qilganing bilan yana o'sha ahvol. Hammani ovora qilib nima foyda ko'rdik, xo'sh? Undan ko'ra bolani unut. Katta bo'lsa, o'zi bizni qidirib qoladi. Xudolarni ham ovora qilma. Kecha o'sha mahallada yuryapsan. Endi ular bolani bizga berib qo'ymaydi. Har kuni bolani yig'laganini eshitaman. U ham o'lib qolsa nima qilaman? Nevarang endi o'z otasini bag'rida. Ular ham ja berahm emasdir, qarayotgandir axir. Endi u mahallaga borma. Tushundingmi?
Oradan bir oy o'tdi. Ana shu bir oy Anoraxon uchun bir yildek tuyuldi. Eng qimmatbaho narsasini yo'qotgan odamdek halovatsiz yurdi. U qudasining uyi atrofida yurishni kanda qilmadi. Ba'zan Bektosh bu ayol nega bu yerda yuribdi deb shubhaga ham bordi. Ba'zida uni haydab, urishib, mahallasidan chiqarib yuborgan vaqtlar ham bo'ldi. Ayolning bu holatini ko'rganlar bechora Anora shu bitta go'dakni deb aqldan ozibdi deyishardi. Kunlarning birida o'zida katta kuch to'plab yana Bektoshning darvozasi oldiga keldi. Ichkaridan bola yig'isi eshitilardi. Shu asnoda hayolimga bir rivoyat keldi. Yamiz qahramoni Anoraxonda ham ana shunday kuch paydo bo'lgan bo'lsa ajab emas. Ichkarida bolaning ovozi eshitilardi. Anora uning bo'g'ilib yig'lashga dosh bera olmadi. Soat 1 keladi. Soat 6 bo'lyapti. Nima qilsam ekan bu ayolni? Ha, bechora ona-ya. Voy, qayoqqa ketishdi-ekan, ha? Voy, o'lmasam. Nahotki bolani yolg'iz o'zini qoldirib ketishgan bo'lsa-ya. Bulardan hamma narsani kutsa bo'ladi. Voy, Matlubaxon, nimani kutish mumkin bizadan? Voy, Matlubaxon, uylaringizda hech kim yo'qmidi? Sizni nima ishingiz bor? Sho'rlik bola boyadan beri chirqirab yig'layapti. Qani? Ovozi chiqmayapti-ku. Nega yolg'on gapirasizlar? Bolani yolg'iz qoldirmanglar-da. Voy. Hamma bizga xo'jayin. Bolani uxlatib qo'yib bir pastga chiqib ketgandim dugonam oldiga. Sizlarga nimaga hisob berishim kerak? Boringlar, ketinglar. Bizlar bilan ishinglar bo'lmasin. Eshitdinglarmi? Boringlar. Yodigar. Bu yerda nima qilyapsiz? Qayerdan kirdingiz? Bering menga bolani, bering. Bola kasal. Isitmasi bor, bolani doktorga olib borish kerak. Bu yerda o'zimiz doktorga yo'limiz to'g'rimi? O'zimiz olib boramiz. Bolani menga bering. Qayoqqa ketyapsiz? To'xtang. Bola kasal deyman. Bering. Doktorga olib boraman. Bolani isitmasi bor. Taksi. Deyman. Bolaga deyman. Bola hazasi yo'q. Doktorga jon bolam. Oyim hozir keladi. Sizlar guvohsizlar, ko'rdilaring, hammang ko'rding-a? Guvohsizlar. Sabrixon opa uyda yo'qmidilar?
Bolani yolg'iz tashlab ketish yaxshi emas, Matlubaxon. Oyim sovchilikka ketdilar. Anvar akamni uylantirsak, bolaga kelin qaraydi-da. Bola kasalxonaga olib kelinganida ahvoli nihoyatda og'ir edi. Bolaga qanaqa diagnoz qo'yilgan? Pnevmoniya. 2 tomonlama bo'lgan. Nafas olishi juda og'ir. Buning ustiga bola qarovsiz, och qolib ketgan. Yana ozgina kechira olib kelinganida bilmadim, bola tirik qolmasligi ham mumkin edi. Eshitdim. Anora xola bilan qudalari o'rtasida ham mana shu bola tufayli nizo chiqyapti. Bo'ldi Anvar. Ko'p ichib qo'yding. Va men jinoyatchi. Jinoyatchi emas. Gunohkorman desang boshqa gap. Unisi ham, bunisi ham. Dilnozdan keyin hech o'zimga kelolmayapman. Yursam ham, tursam ham xayolimdan ketmaydi. Yurgan yo'limda meni taqib qilaveradi. Do'stim, buni vijdon azobi desalar kerak. Seni vijdoning qiynalmoqda. O'sha kuni sud ishni biz tomonga hal qildi. O'sha kuni o'zimda yo'q xursand edim. G'oliblikdan, ichimdan nimadir g'ijimlanib og'riq beradigan bo'ldi. O'sha kuni tush ko'rdim. Tushimda uyg'onib ketdim. Keyin qayta uxlolmadim. Ancha paytgacha nimaga bunaqa tush ko'rdimikin deb o'ylab yurdim. Oxiri bu tushimni singlim Matlubaga aytdim. Aka, bizdan katta xatolik o'tdi. Keniyam rahmatli yaxshi edi. Biz uni qadriga yetmadik. Oyim keniyam yomonlab tursalar ishonaveribman. Tushingizni ta'biri agar yanglishmasam bu o'g'lingiz. Biz o'g'lingizni asray olmasligimizdan ruhlari bezovta bo'layotgan. Bolani Xudo xolamlarga berib yuborsak yaxshi bo'lardi. Hali ham kech emas. Sening haq. Sud ishni qayta ko'radigan bo'ldi. Hozir o'g'ling qayerda? Shifoxonada. Ancha tuzuk bo'lib qoldi. Ko'rishga bordim. Bechora qaynonam, bola sizniki, davoyim yo'q. Faqat katta bo'lgunicha men qarab turay, jon bolam deb rosa yig'ladi. Endi sud qayta ko'rilganda bolani o'zim qaynonamga berishlarini iltimos qilaman. To'g'ri o'ylabsan. Shunda xotiningning arvohi ham chirqirab seni bezovta qilmaydi. Bolang katta bo'lganda baribir seni deydi-da. Qonunda xatoga yo'l qo'yish mumkin emas. Qonundan chetga chiqqanim yo'q. Mana sud xulosalari. Tanishingiz mumkin. Ishni chuqur o'rganmagansiz. Siz qonun himoyachisiz. Ishni har tomonlama tahlil qilib, keyin qaror chiqarish kerak. Siz esa Topda siz boshsiz. Siz bilan keyin alohida gaplashamiz. Siz ma'lumotlar bering. Ishni puxta o'rganing. Bu ish qaytadan ko'riladi. Bola kimda qolishi kerakligini
qilishimiz kerak. Buning uchun har ikkala tomonni oilaviy ahvoli, sharoitini o'rganing. Homiylik va vasiylik organi xodimlarining xulosasi kerak. Assalomu alaykum dadajon. Keling. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingiz. Assalomu alaykum ajon. Va alaykum assalom. Keling, Anvarjon, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi? Udalar yaxshimi? Rahmat, so'rab. Dadaga salom berchi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana kasimlarim. Dada chetini chiqmadimi? Qarang, bunga nima olib keldim. Voy rahmat. Voy ana, dada salom berdi. Katta bo'lib qoldingiz, dada. Udalarimiz yaxshimi? Ob kelmadingiz. Salom aytib olishim safar kelishdi. Salomat bo'lsin. Choy qo'yib qo'ying. Hozir, hay Zumradxon, hozir. Choy boyiga qara, Anvarjon kelsin Qonunlarimiz va qonun himoyachilarimiz bizning hayotimizni doimo tartibga solib turishadi. Ammo bizning qayd etilmagan, belgilab qo'yilmagan ma'naviy aqidalarimiz borki, hamisha biz ana shu aqidalarga amal qilib kelganmiz. Bu aqidalar urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz, bir-birimizga mehr oqibatimiz, odamiyligimiz kabi his-tuyg'ulardir. Ba'zan kalta o'ylab noto'g'ri qadam bosamiz. Keyinchalik bu o'ylamay qilgan ishimizdan el yurt, mahalla-kuy oldida yuzimiz shuvut bo'lib qoladi. Nima bo'lganda ham insonligimizni mushohada qilib, qalbimizga quloq solsak, yuragimizdagi mehrni o'zgalardan ayamasak, doimo yuzimiz yorug' bo'ladi.